Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşduracağıq. Qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Amerika ömeki Xitayning besimiga qaramay Tayvanni ziyorat qildi. Amerika Kengash Palatasının ziyorat ömeki Xitayning qattiq besimi və narazılıqqa qaramay Tayvan ziyoratini boshlagan bo'lib, ularni Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen kutib olgan. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Amerika Kengash Palatasidagi muhim shaxslardan tashkillangan vakillar ömeki 14-aprel kechda Tayvanga yetib borgan va 15-aprel atiganda Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishgan. Tayvan prezidentlik ishxonasi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, bu qitimliq ziyoratning Amerikadagi ikki cho'ng partiyaning Tayvanni qo'llaydiganligini ko'rsatib beradiganligini bildirgan. Ziyorat ömeki 6 a'zodan tarkib topgan bo'lib, ömekka Amerika Kengash Palatasi tashqi munosabat komitetining raisi Bob Menendez mas'ul bo'lgan. Bu ziyorat Amerika Avam Palatasi raisi Nancy Pelosi oldingi hafta o'zining Tayvanda ziyorati bo'ladiganligini uqtirgan, ammo yuqumlanish sababidan Osiyo safarini kechiktirgandan keyin amalga oshgan muhim ziyorat hisoblandi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Bob Menendez Tayvanning muhim qo'llovchilaridan biri bo'lib, u 2-oyda Amerikadan Tayvanning Washingtondagi elchixonasining nomini Tayvan vakolatxonasi deb o'zgartirishni talab qiladigan bir qonun loyihasini birlikda sungan. Taybey iqtisod va madaniyat vakillari o'mekimi Amerika vakillari o'mekining bu qatimliq Tayvan ziyoratining Amerika-Tayvan munosabati, rayon bexatarligi va o'zaro ko'ngil biladigan boshqa muhim masalalar haqida suhbat o'tkazadigan muhim uchrashish ekanligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian payshanba mazkur ziyoratni ayblab, Xitoy Amerika bilan Tayvanning har qanday yo'sindagi rasmiy aloqasiga qat'iy qarshi turdi. Amerikaning munosabatlik parlament a'zolari Amerika hukumati qo'llagan bir Xitoy siyosatiga amal qilishi kerak. Amerika Tayvan bilan bo'lgan rasmiy aloqani to'xtatishi va xatarlik yo'ldan qaytishi kerak deb jar solgan. Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan payshanba kundagi bir suhbatda Amerikaning Tayvanga bergan va'dasini qayta ta'kidlagan. Sullivandan Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishidan ansirmaydiganligi haqida so'ralganda, Sullivan buningdan andisha qiladiganligini va Xitoyning Ukraina vaziyatini yaqindan kuzatayotganligiga ishonadiganligini, Ukraina vaziyatining Tayvanga o'xshamaydiganligini, Amerika-Tayvan munosabatining qonunni asos qilganligini ta'kidlagan. Sullivandan yana agar Xitoy Tayvanga tajovuz qilsa, Amerikaning o'tirg'i chiqadigan chiqmaydiganligi so'ralganda, Amerikaning rasmiy maydonining barliq tadbirlarini qo'llanib, bu xil ahvolning qat'iy yuz bermasligiga kafolatlik qilish ekanligini bildirgan. Saudiya Arabistonidagi 4 Uyg'ur Xitoyga qaytirilish xavfidan vaqtincha qutuldi. Xalqaro tashkilotlar va dunyoning har qaysi joylaridagi faoliyatchilarning tirishchanliklari orqasida Saudiya Arabiston doiralari tutib turilayotgan 4 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berishni to'xtatib qo'ydi. Siyosat to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan 13 yoshli qizni o'z ichiga olgan 4 Uyg'urni Guangzhouga uchadigan aeroplan bilan Xitoyga qaytirib o'tish o'rinlashtirilishi asli 13-aprel kech vaqtiga planlangan. Ammo Saudiya doiralari xalqaro besim ostida ularni Xitoyga qaytirishni to'xtatib qo'ygan. Mazkur masalaga boshdan oxir ko'ngil bilib kelgan Xalqaro kechirim tashkiloti Twitter hisobida yozma yo'llab, mazkur 4 Uyg'urni Xitoyga qaytirish qarorining ijro qilinmaganligini, ammo ularning yanada xatar ostida turayotganligini, har qaysi hukumatlarning diplomatik aloqasidan foydalanib Saudiya Arabistonni mazkur Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikka va ularning o'zi xohlagan davlatga berishiga ruxsat qilishga undishi kerakligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian 14-apreldagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Fransiya xabar agentligi muxbirining Saudiya Arabistonidagi bir Uyg'ur ayol Xitoyga qaytarilishdan andisha qilyotdi degan savoliga duch kelgan bo'lsa-mu, bundaq bir ishdan xabari yo'qligini aytib, javob berishdan o'zini qochirgan. Saudiya Arabiston soqchilari Xitoy virusi sababli Turkiyaga qaytib kelolmagan Hamdulla Vali bilan Nur Muhammad Ro'zini 2020-yili 20-noyabr turayotgan uyidan tutib ketgan edi. Bu xalcham Abdullah xonim Nur Muhammad Ro'zining ilgirki ayoli bo'lib, bu yil 30-mart Makka atrofida 13 yoshli qizi bilan qo'shilib Saudiya soqchilari tomonidan tutib ketilgan edi. Shanxayda Xitoy doiralariga qarshi harakatlar ko'paymoqda. Shanxaydagi Xitoy virus yuqumi davomli ig'irlashganlikdan yana bir rayon taqalgan bo'lib, xalqning norozilik harakatlari barg'ansiri ko'paymoqda.
Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoyning pul muomala markazi hisoblanadigan Shanxay shahrida 16 aprel Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning sonida yangi rekord yaratilgan. Shahar yuqum sababli 2 hafta taqalgandan keyin virusning yamrash ahvoli unumli kontrol qilinolmagan. Yana bir tarafdan Xitoy doiralari yuqumlanuvchilarni nolga tushirish siyosatida davomli ching turib, virusning og'ir ta'siriga uchragan rayonlarda taqash tadbirlarini yo'lga qo'ygan. Xitoy Sahiyya komiteti Shanxayda bugun bir kun ichida 3590 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini, 19923 kishiga kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchi deb diagnoz qo'yilganligini e'lon qilgan. Bunun bilan Shanxay shahrida bir kun ichida yangidan yuqumlanuvchilarning umumiy soni 23513 ga yetib, shu kuni butun Xitoydagi yuqumlanuvchilar nisbatining 95% ni egallagan. Shanxay shahridagi qamal pasaymagan bir paytda Xonandagi Jingju aerodromi yuqumning oldini olish va kontrol qilish uchun 15 apreldan boshlab butun rayonda 14 kunlik qatnash kontrolligi yo'lga qo'yilganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Alma shirkatining asosliq ta'minlovchisi Fushikangning zavodi mazkur taqalgan rayonga joylashgan ekan. Yangi cheklamalar bir qism shirkatlarning mal chiqarish miqdorini kechiktirib, ta'minlash zanjirini qalaymaqon qilgan bo'lib, iqtisodshunoslar bu cheklamalarning Xitoyning bu yillik iqtisodiy o'sish sur'atiga og'ir ta'sir ko'rsatganligini bildirishgan. Undan boshqa Xi'an doiralarining oshkorlashicha, bu oy ichida mazkur rayonda 10 necha yangi yuqumlanuvchi bayqalganligi sababli 13 million aholi joylashgan bu rayon qisman qamal qilindi ekan. Shanxaydagi uzun muddat davomlashgan umumyuzlik qamal virus vahimasi, yemak-ichmak qisliqi va davolanishning tasdiqi shanxayliklarning noroziligini barg'ansiri kuchaytgan bo'lib, xalqning soqchilar bilan to'qinishgan sin ko'rinishlari ko'plab tarqalmoqda. Buning ichidagi ba'zi sinlarda necha yuzlagan, necha minglagan Xitoy fuqarolarining norozilik namoyishi qilayotganligi, soqchilarning ularni tarqitishga uringanligi, hatto nurg'un kishilarni tutib elib manganligi ko'rsatilgan. Yana ba'zi sinlarda bo'lsa, soqchilar va sahiya xodimlarining bir qism kishilarni karantin qilishga majburiy elib manganligi, qarshilik ko'rsatganlarni urib, so'rab mashinaga solganligi ko'rsatilgan. Ammo bu vaqtdagi sinlar va halqiliq so'zlar Xitoydagi ijtimoiy uchur vositalaridan tezlikda o'chirilgan. Xitoy Amerikaning Hind Tinch okean strategiyasining ziyonli ekanligini bozorga salmoqda. Xitoy Amerikaning Hind Tinch okean strategiyasi keltirib chiqaradigan qutblashishlarning rayonda Ukrainadagiga o'xshash tragediyalarga sabab bo'lishi mumkinligini da'vo qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Vyetnam Tashqi ishlar ministri Bui Tang Son bilan telefonda ko'rishgan. Ko'rishda Wang Yi Amerikaning Hind Tinch okean strategiyasini ilgari surib, rayonda jiddiychilik, qalaymaqonchilik va qutblashish paydo qilishga tirishayotganligini bildirgan. U bu xil qadamlarning Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari birlashmasini markaz qilgan rayon hamkorligiga ziyon soladiganligi, o'zlarining so'g'uq munosabatlar urush ruhining qaytadan tirilishiga va Ukrainaga o'xshash tragediyaning paydo bo'lishiga ruxsat qilmaydiganligi haqida jar solgan. Rossiya Amerikaga nota topshirdi. Rossiya Ukraina armiyasini qurol-yarog'lar bilan ta'minlashni davomlashtirayotganligi sababli Amerika hukumatiga nota topshirdi. Amerikaning CNN kanalining xabar qilishicha, Rossiya bu hafta ichida Amerikaning Ukrainani qurol-yarog'lar bilan ta'minlashni davomlashtirishiga norozilik bildirgan. Hamda Amerika Tashqi ishlar ministrligiga bu yordam davomlashgan taqdirda mo'ljalligisiz og'ir oqibatlarning kelib chiqadiganligiga aloqador ogohlantirishni o'z ichiga olgan diplomatik nota yo'llagan. Amerika prezidenti Joe Bidenning Ukraina armiyasiga tikuchar aeroplan radar sistemasi, toplar va uchquchsiz havo apparatlarini o'z ichiga olgan 800 million dollarlik yordam loyihasini e'lon qilishidan keyin Rossiyaning Amerikaga Demirash deb atalgan nota topshirishi diqqat qo'zg'amoqda. Navbatda Amerikaning Rossiyaning noroziliklariga qaramay Ukrainani ta'minlayotgan harbiy yordamini ostiltishining mumkin emasligi ilgari surilmoqda. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Ukraina ehtiyojli bo'lgan sistemalar va qurol-yarog' turlarini ishlab chiqarishni oshirishni muzokara qilish maqsadida musha hafta mudofaa shirkatlarining mas'ullari bilan yig'in o'tkazgan edi. Amerika bilan Gollandiya Rossiyaga qarshi hamkorlashib harakat qilishni qaror qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Gollandiya Tashqi ishlar ministri Wopke Hoekstra Rossiyaning Ukrainaga ochgan urushida fuqarolarning o'lib ketish hodisasini ayblaydiganligini va Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti doirasida Moskvaga qarshi davomli hamkorlashib harakat qiladiganligini ta'kidladi.
Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu haqda yozim bayonot e'lon qilib, Blinken bilan Xokstraning Rossiyaning Bucha va Ukrainaning boshqa joylarida sodir qilgan vahshiylikni ayblaganligini va buning javobgarligini surishtirish uchun tirishchanlik ko'rsatganligini o'ttirg'a qo'yganligini uqtirgan. Bayonotda Amerika bilan NATOning Moskvaga qarshi NATO bayrog'i ostida hamkorlashib harakat qilishni davomlashtiradiganligiga ishorat qilingan va ikki ministrning yana Ukrainaga qilinadigan yangi mudofaa yordami to'g'risida so'zlashganligi qayd qilingan. Aya Sofiya Fatih madrasasi ishga kirishtirildi. Turkiyaning Istanbul shahrida Aya Sofiya Fatih madrasasi ishga kirishtirildi. Türkiye Ovozi Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Madaniyat ve Sayohat Ministerligi Fondi Jamiyatlar Bosh idorasi tarafidan yangidan remont qilingan Aya Sofiya Fatih madrasasini ishga kirishtirgandan keyin bu yerda qilgan so'zida oldingi hafta Istanbulning simvollaridan biri bo'lgan Buyuk Chamlija Jamisi kulliyasida Islom madaniyatlari muzeyining ochilishini xizmatga kelishtirganligini qayd qilib o'tgan. Mislsiz o'tmishimizni bugunimizga va kelgusiga yetkazish va uni xalqimiz bilan bir gavdalashtirish uchun intayin muhim bir qadam tashildik. Bugun Aya Sofiya Fatih madrasasini ishga kirishtirish orqali İstanbul shahrimizni yana bir muhim yodikorlikqa erishtirdik deganlarni bildirgan. Erdoğan Aya Sofiya Fatih madrasasining 1953-yili İstanbulning fathi qilinishidan keyinla Aya Sofiya jamisiga tutash holda shaharning tunji madrasasi sifatida xizmatga kirishtirilganligini eskartib o'tgan va bu madrasaning o'xshamagan davrlardagi remont, yangilash va saplamalar orqali 1924-yilgacha ma'arif xizmatini davomlashtirganligini, İstanbulni fath qilgan Fatih Sultan Muhammad Xonning merosi bo'lgan va asrlardan beri ilm-irfon markazi sifatida xizmat qilgan bu tarixiy madrasaning keyingi avlodlarga havola qilingan bir omonat ekanligini ta'kidlagan. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.